Oyiga $2000 topishni xohlarmidingiz? Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Har doimgidek ishlarni chiqarishda davom etamiz. Ishlar ham qaynab chiqyapti. Birinchi ishimiz ekskavatorda bo'ladi. Bu ish Moskvada joylashgan. Oylik soati 600 rubldan, kuniga 11 soatdan ish. Oyiga bemalol 150 ming rubldan 170 ming rublgacha aylantirasiz. Yashash joyida tekin ish ofitsialni. Oyliklar o'z vaqtida beriladi, turdovoy ham qilib beriladi. Kerak bo'layotgan dokument birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez, patent Moskvaniki bo'lishi kerak va minimum 1 yillik optiz bo'lishi kerak. Ikkinchi ishimiz JSB traktorda bo'ladi. Bu ish Moskvada joylashgan. Buni ham oyiga bemalol 150 ming rubldan 170 ming rublgacha aylantirasiz. Yashash joyi va pitaniyalar tekin ish ofitsialni. Bunda ham turdovoy qilib beradi va oyliklarni o'z vaqtida beradi. Bunda ham kerakli dokumentlar birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez, patent Moskvaniki bo'lishi kerak va minimum 1 yillik optiz bo'lishi kerak. Ish beruvchilarning nomerini har doimgidek kommentariy va opsiyaga yozib qoldiraman. Bemalol nomerlariga bog'lanib borib ishni boshlashingiz mumkin. Azizlarim, videoni boshida bekorga oyiga $2000 topishni xohlarmidingiz deb aytmadim. Sababi hozir bilasiz, dollar kursi ancha arzonlagan, ya'ni 80-81 dan jo'natsangiz bo'ladi. Hisoblasangiz 150 ming rubldan 170 ming rublgacha aylantirsangiz ham bu ham salkam $2000 pul bo'ladi. Keyin o'z xizmatlarimizda taklif etamiz. Bilasiz, spes texnika va traktorlarga rossiyskiy pravo qilib beraman. 24-iyunga srochni ekzaminga joy bor. Faqat shoshilamiz, joylar soni cheklangan. Hozirda bilasiz, iyun oyining oxirigacha skidka ketyapti, ya'ni 4 ta kategoriya 44 ming rubl. Bepul 5-razryadga ko'tarib beriladi va bepul obed beriladi. Agar sizga spes texnika va traktorlarga rossiyskiy pravo kerak bo'lsa, har doimgidek pastga WhatsApp nomerimni yozib qoldiraman. Faqat iltimos WhatsAppdan bog'laning, shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Pravo ekzamlariga 100% yordam qilamiz va pravo bazasiga 100% kafolat beramiz. Pastga kommentariy va opsiyaga Telegram gruppam ham bor. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo Telegram gruppamga joylab boraman. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska bosishni unutmang. Sog' bo'ling.